Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kompyuteringizdagi Google Chrome brauzeringizdagi muammolarni qanday qilib tuzatishni ko'rib chiqamiz. Odatda Google Chrome brauzerini ishlatayotgan vaqtimizda ba'zi bir saytlardan ro'yxatdan o'tishda muammo bo'ladi. Bunga sabab Google Chrome brauzeringizdagi kesh fayllar bu saytlar uchun xalaqit berayotgan bo'ladi. Demak, ortiqcha kesh fayllarni qanday qilib tozalab tashlashimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun birinchi navbatda Google Chrome brauzeriga kirib olamiz va ekraningizni yuqori o'ng burchagida 3 ta nuqta belgisi turibdi, ya'ni Настройки и управление Google Chrome. Shu 3 ta nuqta belgisini ustiga bosamiz. Ochilgan oynadan Удалить данные в браузере degan qismini belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, Удалить данные degan qismini belgilab olamiz. Bu yerda kompyuteringizdagi Google Chrome brauzeringiz o'z xotirasida saqlab qo'ygan kesh fayllar turadigan qismi. Ko'rishingiz mumkin, Historia brauzeringizni istoriyasi, saqlangan fayllar, saqlangan rasmlar va Historia skachivaniya, ya'ni skachat qilgan ma'lumotlaringizni tarixini o'chirib tashlashingiz mumkin. Bu yerda последний час belgilab qo'yilgan, ya'ni oxirgi soat. Bu yerda Еще degan qismi bor. Еще degan qismidan Все время degan qismini belgilab qo'yaman, ya'ni barcha vaqtlar bo'yicha to'plangan ma'lumotlarni tozalab tashlash. Все времяni belgilaganimdan so'ng Удалить данные tugmasini bosishim kerak bo'ladi. Va bir oz kutishimiz kerak bo'ladi yig'ilgan ma'lumotlarni o'chirib tashlashi uchun. Ko'rib turganingizdek, barcha keraksiz fayllar o'chirib tashlandi. Ana endi brauzeringiz yana ham tezroq va yaxshiroq ishlaydi. Bundan ham qiziqroq ma'lumotlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalimizdan uzoqlashmang.